Men Bo'ka tumani 48-domda istiqomat qilaman, ko'p qavatli. Murojaat qilib chiqdim Zoir Mirzayevga, viloyat hokimiga. Ular bizni takliflarimizni eshitdilar. Kanalizatsiya bo'yicha murojaat qilindi. O'sha zahoti suv ta'minoti xodimlarini chaqirib, ularga topshiriq berdilar. Shu asnoda xodimlar kelib, bir zumda hamma yoqni bartaraf etdi. Bizni kamchiliklarimizni, muhtaram prezidentimizga rahmat, viloyat hokimi Zoir Mirzayev sizga rahmat. Bizni shunday taklif hozir shu asnoda 3-4 ta mana suv bo'yicha ham takliflarimiz yo'q demasdan qilib berganinglar uchun dunyo turguncha turinglar, rahmat sizlarga. 26 yildan beri mana shu 48 domda yashayman. Shu yashagan paytimizda shu kanalizatsiyalarda necha marta murojaat qilgan bo'lsak, hech qachon amalga oshmagan. Mana hozir mana shu viloyat hokimimizga murojaat qilganimizdan keyin ming rahmat. Shu insonga bir kunda shu muammomiz hal bo'ldi. Hamma ishimiz joy-joyida. Hech qachon bunaqa bo'lmagan hayot davomida birinchi marta shunaqa ishlar bo'lishi. Viloyat hokimimizga adil rahmat, suv ta'minotiga ham rahmat. Biz shunchalik murojaatimizni qo'llab-qo'ltiqlab bir kunda kelib, ertangi kundan kelib shu ishlarimizni amalga oshirib, 5 kun ichida hamma joyimizni joy-joyiga qo'yib ketdi. Ming marta rahmat shularga. Kecha kuni biz viloyat hokimiga ariza bilan murojaat qilib chiqqan edik. Viloyat hokimi Bo'ka tumaniga tashrif buyurganida Yangi Hayot mahalla Baliqchi ko'chasi mana ijtimoiy dom fuqarolari necha yildan beri kanalizatsiyadan nihoyatda aziyat chekib, qiynalib kelgan edik. Viloyat hokimi shu joyda topshiriq berdilar. Topshiriq bergandan keyin ishchi guruhlar sirasi ishga tushib, hamma joyda kanalizatsiyalarimizni hal qilib berishdi. Mana hamma yoqqa qatorasiga gullar ekib, inson o'tganida bahridili ochiladigan bo'ldi. Viloyat hokimi Zoir Toyirovichga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qolaversa Bo'ka tuman hokimligiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hamma bo'layotgan ishlarni boshida turgan Zoir Mirzayevga katta rahmat aytamiz. Men ham aytaman, bizga shunday hokimni saylab berganlari uchun, e'tiborlarni mana shu Bo'ka tumaniga qaratganlari uchun hamma ishlar joyida ketyapti. Birinchilardan bo'lib bizning ijtimoiy e'tibor berildi. Buning uchun juda katta rahmat. Tumanda bo'layotgan ishlarga e'tiborlari katta bo'lganligi uchun shu qatorda biz ham fuqaro bo'lib, qarashib tumanga qo'ldan kelgancha o'zimiz atrofimizni tozalab, ular hamma tashkilot rahbarlariga rahmat aytaman. Eng katta rahmatni Zoir Mirzayevga aytaman. Jonlari omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Mana shu chetda turgan bizdek fuqarolarni inobatga olib, murojaatlarimizni joyida, tezlikda hal qilib berayotganlar uchun juda katta rahmat.